Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan yana men va bugun ko'rib turganingizdek shu survival dunyomizni boshlaymiz. Birinchi qism esimdan chiqibdi video boshlash. Endi nima ham deyman mayli. Endi boshqa boshlamaymiz-ku, shuning uchun. Xo'sh, bugungi videoda biz Minecraftdagi hamma bloklarni yig'ishga harakat qilamiz. Albatta bu birinchi qism. Chunki bitta qismda hammasini yig'ish bu menimcha imkonsiz. Xo'sh, menda hozir menimcha yetarli daraxt bo'lsa kerak. Biz hamma narsani sandiqqa yig'amiz. Hamma blok, hamma narsalarni. Xo'sh, unda qani ketdik, sandiqlarni yasaymiz. Xo'sh, ko'rib turganingizdek sandiqlar tayyor. Endi birma-bir bloklarni yig'ishni boshlaymiz. Birinchi bloklarni yig'amiz, keyin narsalarni. Qanday bloklar bor hozircha bizda? TNT bu ham kerak albatta. Redstone blok yasaymiz bundan. Lapis, oltin, temir, bu ham kerak. Xo'sh, bularni hammasi hozircha olgan bloklarimiz. Bu ham qolib ketibdi. Buni ham qo'yib qo'yamiz. Va bu ham blok sifatida sanalsa kerak. Endi yana ham osonroq bloklarga o'tishimiz mumkin. Masalan, oddiygina daraxt. Bunday ham kerak. Va yana bitta olamiz, chunki buni bundaysiga ham almashtirsak bo'ladi keyinchalik. Va buni bunday qilsak bu ham bunday bo'ladi. Xo'sh, endi bunday bloklarni yasasak ham bo'ladi. Toshdan bunday. Yana nima qoldi? Bu bor yana. Bu ham menimcha blok sifatida o'tsa kerak. Va yana bu. Bularni bu yerga qo'yib qo'yamiz. Chunki faqat bittadan solyapman hozircha. Okey, endi bularni tezgina sandiqlarimizga solib qo'ysak bo'ladi. Bular. Endi nima? Endi olmos blok. Bir narsani aytish esimdan chiqibdi. Bu dunyoda ukam bilan o'ynagandim. Va mana uni bazasi bu yerga. Nima mana bu yashil qo'yni ham topgandim. Menimcha xafa bo'lmasa kerak, hammasini tushuntiraman keyin. Okey. Xo'sh, men yana biroz ko'proq bloklar yig'dim. To'g'risi bu ishni qilish odamni juda ham chalgashtirib yuborar ekan. Agar shuni tugatib olsam, bu ishni qaytib hech qachon qilmayman deb umid qilaman. Endi ozgina qayerroq bloklar. Hozir menga ozgina temir kerak. Olib kelamiz borib. Keyin boshqa narsalarimizni qilsak ham bo'ladi. 2 dona kerak menga faqat. Bu bilan qaychi yasaymiz. Bu yerga kel. Unda oldi uxlab yuborsak ham yaxshi bo'lardi. Xo'sh, yangi kun boshlandi. Endi biz hozir borib bu yerdan qo'ylarning juni, pushti qo'yning juni kerak bizga. Bu yerdan. Endi bu yerdan qanday? Tushundim. Eng asosiysi uni jo'jalarini qochirib yubormaslik. Yo'q. Chiqa bilishmas ekan. Boshqalar bizga kerak emas baribir. Menda g'oya bor. O'ylaymanki bu uchun ham xafa bo'lmaydi. Va menimcha bo'ldik. Va keyin bizda obsidian borligi ham esimga tushib qoldi. Shuning uchun menimcha g'orga qaytib borsak kerak. Yoki bunday qilsak ham bo'ladi. Chunki hozir baribir nezerga to'xtang. Nezerdan ham hozir bloklar olib kelsak bo'ladi.
Va xuddi shunday qilib hozirchalikka Netherda ishimiz bitdi. Yo'q, gaz iltimos ekan. Va deyarli hamma oson bloklarni olgandan keyin men sal jiddiyroq mavzuga o'tishga qaror qildim.